ikkinchi qism. Ukam naqshi aytganicha uyga kirib keldi. Ha ukam, nim xo'shallik bu, ha? Aka. Shu men imtihonni yuzab ekanman, deb imtihon qog'ozni menga ko'rsatdi. Ukamning natijasi nihoyat ko'rinarli bo'lib, burunqidan xilli ilgirlab qolgan edi. Mening ko'nglim yerim bo'lsa-mu, ukam bilan birdan mungdishib, chiroyiga beqib, ig'ir usunib qo'ydim. Ukam bilan bugun oqshom vidolashadigan bo'ldim. Xayr ukam. Sana yaxshi kunlar mangu yor bo'lsin. Beshingga kulpat kelmisin. Buningdan keyingi musobaqani o'zing yolg'iz bosadigan bo'ldim enam. Xayr. Xayr. Deb ukamning chiroyiga to'ymay qaradim. Bir soatlar shunda qardim bo'g'ay enam. Aka sang nim bo'ldi? Ajab sulg'un ko'rinsan-ku. İçindeki daftaring bo'lsa menga degin, dedi enam. Bu ishlarni ukamga devassam, menga vijdon azobi tortaman. Hech qanday bir gap yo'q. Shu mundaqlik qarab qo'ydim sana, dedim. Hay, sen topshirig'ingni ishlab, tomog'ingni yeb, baldir uxlagan. Ukammo mendan ortiq savol so'ramay, "Ha ma'qul" degenicha topshiriqlarni ishlashga kirishib ketdi. Menmo tugamagan ishlarim bo'lsa tugatib, yana shu uyqu dunyosiga g'arq bo'ldim. Soat 12 bo'lganda badanim ixtiyorsiz qattiq og'rishga boshladi. Ko'zimdan bo'lsa qip-qizil qon tomchilayotdi. Allohazal 15 minutlardan keyin badanim nihoyat yeniklab qolgandek his qildim. Uxlay desammi, ko'zimga uyqu kirmaydi. Tuyuqsiz yandagi qo'shnimizning bir bo'ri iti bo'ladigan. O'ylig'i chiqsam, meni ko'ribla nihoyat satqa boshqa boshladi. Men bu itni qo'rqitmoq bo'lib, oldiga shundoq kelgan edim, bu it g'ingshig'inicha usiga kirib ketdi. O'yla nihoyat go'zal bo'lib ketgan bo'lib, xuddi burun ko'rib boqmagandek. Bu kechining go'zalligidan hayron qolgan edim. Tuyuqsiz atrofdan bir narsaning nihoyat tez harakat qilayotganligi nihoyat aniq anglandi. Mening inkosim burunqidan natijasi yuqorilab ketgan bo'lib, bu qon sho'rg'ichining oyoq tevishini sezib olgan edim. Eliqi meni qon sho'rg'ichiga aylantirib qo'ygan alvasti paydo bo'ldi. Va hilgarlik bilan kulginicha: "Ey odamzod, sen butunlay alvastaga aylanding. Bizga qo'shilg'uning baxtaliya." Deginicha menga qaradi. Menmo tezlik bilan gap qaytardim. "Mening o'zgarishim o'zimning ishi." deganimcha o'zimning gapida chim turdim. Bu qon sho'rg'ichi sal ikkilandimi qandaq menga satbarni qardi. Bu alvasti burun men bunda qarg'anida bag'li qo'rqib ketgan. Hozir menda hech qanday qo'rqinish, tashvish yo'q edi. Bu maxluq yana ig'iz ochdi. "Men sana shuni deb qo'yay. Sen qon sho'rg'ichi alvastilarning sehriy kuchini hargiz bilmaysan. Biz bo'lsak kechini kunduzdek bemalol ko'ra olamiz. Tamladi bemalol manga olaymiz. Noit tez harakat qila olamiz. Har qanday egiz joy bo'lsin yoki taskay, o'rmon yerlar bo'lsin, kuchimayla har qanday yerga chiqa olamiz. Sen tunji o'zgarginingda kechining bundoq go'zalligini uqmagan bo'g'ayding, ha? Men sana qon sho'rg'ichilar bo'lishga tegishli ishlarni o'rgataman. Lekin sening qon sho'rg'ichi ekanligingni inson jin bilsa bo'lmaydi. Buni insonlar bilib qolsa, ani shu ilg'or qurollarga toyinib bizni vayron qilib yetadi. Shuni yodingda ching saqlagan. Hamda sening har qanday yaqin tuqqaning bo'lsin, hargiz ularga buningdan yaqin kelma. Bo'lmasa, ig'ir oqibat kelib chiqadi. Tuyuqsiz ukamni esimga oldi. Ukam Asqar qanday qila, qanday jinini baqa deganlarni o'yladim. Ig'ir usunib, yana shu tugumas xiyolga cho'kib ketdim. Tuyuqsiz xiyolimni birsi buzdi. Kaynimda enim Asqar turardi. Men asta unuga qaradim. U mening genimga keldi va: "Aka, sening chiroying nimonchilar oqirib ketdi?" deb menga savol nazar bilan qaradi. Men ukamning bu savolidan sal ikkilanib qoldim. "Ukam, shu burun mening yuzim shundoq oppoq edi-ku" deb ukamning ig'iziga qaradim. Ukam bo'lsa qaqoqlab kulguncha: "Menga hey, sen degan necha vaqtdan beri qop-qora zangiting, to'satli oqirib qopsan. Hayron qoldim" deb
manga yana qaradi. Ukam, to'la gap qilmay yotgan kirib uxlag'ana, manga kirib keta. deb ko'zimni uning tikdim. Ukam meni bak qo'rqib ketdim qandoq, tezli uyga kirib ketdi. Mahalla yo'liga tezlik bilan chiqdim. Texi tong atmagan edi. Tuyuqsiz meni qon sho'rg'ichiga aylantirib qo'ygan qon sho'rg'ichi olvosdi osmondan laylab tushdi. Hey, yangi sabdoshtirib, bir-birimizni tanishtirib boqmoqda emas. Dedi-da o'zini tanishtirib ketdi. Mening ismim Sharali, sening isming nima? deb menga qaradi. Men javoban: "Ha shu, mening ismim Ali. Biz qisqagina tanishib o'tdik. Endi qon sho'rg'ichilar turadigan joyga berib kelaylik." O shundaq deb menga qaradi va meni minishga charatladi. Meni ukam qanday qildi? Bizning bir tuqqunimizmi yo'q? deb turishim yenimdagi qon sho'rg'ichi. Sen buningdan azirma, bizga o'xshash qilsang bo'lmamdi, dedi. Men sal ikkilanib turib o'tgan ekan. Shunda qilsaqmi qilayli, dedim-da uyga kirdim. Ukam shirin uyqularga g'arq bo'lib ketgan bo'lib, mening kirganimni to'ymagan edi. Men hech qancha ikkilanmayla ukamning yumron biligini tutib, qo'ziq tishlarim bilan birla tishlab edim. Eg'zimga shunday tatliq bir narsa kirishga boshladi. Bu dal qon edi. Vahimalik asar qon sho'rg'ichining ikkinchi qismi mush yerda oyoqlashdi.